USB portga shunday ulab 5 gacha sanasak, bu bizni USB portimizni to'liq tekshirib bera oladi. Ikki adashmasam shunaqa o'qiladi. iBridge A3 modeli bu asosan telefonlarda USB portini 100% tekshirib bera oladigan yangicha tester desak ham bo'ladi. Telefonlarda USB portini to'g'ridan-to'g'ri tekshirib bera oladigan yangicha tester. USB portga shunday ulab 5 gacha sanasak, bu bizni USB portimizni to'liq tekshirib bera oladi. Mana ko'rib turibsizki, Type-C portimizni har bir kontakti joyida, hammasi yashil bo'lib turibdi. Agar qaysidir kontakti xatolik bo'lsa yoki bo'lmasam kelmasa, yo'q bo'lsa, bitta qizil bo'lib chiqib turadi. 24 ta kontakti barisi to'liq bor. Bu endi ustalarimiz uchun juda ham qulay va vaqtni tejaydigan narsa bo'ldi. Undan tashqari iPhone ni tekshirish mumkin. Undan tashqari telefonni mana bu portga zaryadchi ulab, qay yo'sinda zaryadga olishini, zaryadga tezliklarini hammasini bilish mumkin. Bu narsani agar to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, YouTube'ga to'liq videosini qo'ydik. Boshidan eslatib o'tamiz. Bu narsa sotilish uchun emas, shunchaki biz AliExpressdan zakaz qildik va bizga keldi. Biz sizlar bilan bo'lishimiz keldi. To'liq videoni YouTube'da ko'rishlaringiz mumkin.